Endilikda yurist talabalar 15 kun, 1 oy amaliyotda yurmaydi. Ular deyarli amaliyotda o'qishadi. Bundan tashqari bitiruvchilarning ish topishiga yordamlashiladi. 2026-yil, 27-yil o'quv yilidan boshlab yuridik universitetini 2-chi, 3-chi, 4-chi kurs talabalarini yuridik ta'lim dasturlari ikki qismga bo'linadi. 50% nazariy bo'ladi, 50% amaliy bo'ladi. Nazariy qismi auditoriyada o'tiladi. Amaliy qismi esa sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, vazirliklarda, idoralarda, manfaatdor tomonlarda yoki xususiy yuridik xizmat ko'rsatishga ixtisoslashtirilgan notarial idoralar, advokaturalarda dars olishadi. Bundan tashqari ularda o'sha ish bilan ta'minlanishiga ham qisman yordam beriladi. Bu bo'yicha prezidentimizning farmoni chiqqan. Bunga mas'ul qilib O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va boshqa qolgan manfaatdor tomonlar, idoralar, korxona, tashkilot, muassasalar mas'ul qilib belgilandi. Videoni tezlashtirib yuridik universitetda o'qiydigan tanishlaringizga yuborib, ushbu xursandchilikni ular bilan bo'lishib qo'ying.